press chiqarish va qorin yo'qotish uchun trenajyor yasashni boshladi deb istoriyada aytgandim. 10 taga zagotовка qilingan. Xuddi mana shu temirlar. Mana 10 tani jufti. Qolgan detallari bular. Endi e'tibor beringlar mana. Bu qayeri? Bu pastda turgan noshka joyi. Mashina ustiga yig'ilishni boshlaydi. Hozir shuni varet qilyapmiz. Qolib tikka tushadi. Kesib olyapmiz-da, mana bu burchak qilib kesilyapti. Qolib bo'lib tushyapti. Endi bu yerdan qo'yiladi. Bo'yinning aylanasiga quyib chiqyapmiz. Svarka apparatimiz polavtomat, gazli. Ishlashlari zo'r, mahkam qilib, cho'tki qilib ish bo'lyapti.